Hmm, judayam kech turdim shekilli, chunki kecha kech uxlagandim. Ha, mayli. Qor. Bugun qor yog'ibdi. Nahotki qishlog'imizga qor yog'ibdi, lekin bu quvonarli narsa emas. Judayam quvonarli narsa emas, to'g'ri. Ha, mayli. U har doimgidek kun va ko'chada qor. Bu esa mening qishlog'im. Bizning jamoamizning qishlog'i. Qishloqda tinch, hamma yoq qor yog'ibdi, shu bu. Bir Renzoni uyiga ham o'tib kelay. Bu e bu bu Renzoni kanali-ku. Bo'ldi, aytgancha Renzoni kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta Renzo 1000 ta bo'lishni xohlaydi. 1000 taga yaqinlashib qolibdi. Biz unga 1000 ta emas, 2000 ta obunachi chiqib berishimiz kerak. Agarda 2000 ta obunachi chiqib beradigan bo'lsa, men randomniy obunachimni tanlab reklama qilib beraman. Давайте bolalar, shuning uchun o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Randomniy obunachimni reklama qilishim uchun esa Telegramga ham o'tib qo'yinglar. Mana ko'rib turganlaringdek 956 obunachi. Tezroq 2000 ta qilishimiz kerak. Ссылка описаниеda va kommentariyada bo'ladi. O'tib, like bosib, videolariga hammasiga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyasiga Reddy akangdan salom deb yozib qo'yishimiz kerak. Давайте bolalar, sizlardan normalniy поддержка kutaman. Tezroq 2000 ta qilib qo'yamiz. Albatta, Renzo xursand qilish kerak. Bildi, hammaylar. Hop. Oshxonaga tushaman, yuz qo'limni yuvaman va nima desam ekan, bu meni oshxonam. Bu esa uyim, xullas bu korobkada hech nima yo'q ekan. Svetni yoqib qo'yamiz, chiroqni. Bu yerda pullarim bor. Bu yerda kalit, uyning kaliti. Bu yerda esa hech nima. Bu yerda nonushta, kechagi nonushta qolib ketdi, ammo yegim kelmayapti, qonim to'q. Ishtaham yo'q, shunchaki xolos bo'ldi. Nima desam bo'ladi? Bu ko'rib turganingizdek mening uyim, mening qishlog'im xuddi shunday. Va bugun qish emas, 2 kundan keyin menimcha yangi yil bo'lsa kerak. Ha, mayli. Biroz kompyuter o'ynab bo'lganimdan keyin bu yerdan lopatani olib qorlarni ko'rab qo'yishim kerak. Chunki uyimni oldi qor bo'lib tursa menga bu juda ham yoqmaydi. Shuning uchun qorlarni ko'rab tashlayman. Ha, mayli. Qorlarni ko'rab tashlaganim ma'qul. Agana bolalar, nima desam bo'ladi? Videoda aytilgandek Renzo Jonni kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta 2000 ta obunachi qilishimiz kerak. Sizlardan normalniy поддержка kutaman. Obuna bo'lib qo'yishlarini evaziga men randomniy obunachimni tanlab tekinga reklama qilib beraman. O'tgan safar ham reklama qilmadim, hammasini bitta qilib, birdaniga 5-6 ta obunachimni tanlab reklama qilib beraman albatta. Shu uchun tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaylar qorlarni ko'rib bo'ldim. Hovlimni ko'raganim yetadi. Menimcha boshqa joyni ko'rishligim ham kerak emas menimcha. Lekin bu tomonlarga yana qor tushyapti. Reddy, yaxshimisan? Renzo, yaxshimisan? Nima qilyapsan? Shu ko'rib turganingdek qorni ko'ryapman. Ana, Samiko ham keldi. Ana. Yaxshimisizlar bolalar? Bo'ladi, rahmat. O'zingiz qandaysiz? Ha, zo'r. Aytgancha Reddy 2 kundan keyin bayram. Sen ham kutyapsanmi? Nima kutaman, kutganim yo'q. Nimaga Reddy? O'zi yangi yil yoqmaydi bolalar, unda borib turaveringlar, men ishlarim bor edi. Ketdik, Renzo, ketamiz. Qanaqangi yangi yil, yana bayramni kutyapsanmi dedi. Hech qanaqa bayramni kutganim yo'q. Hech qanaqa bayram kerak emas menga. Ular esa o'tirishga ketyapti menimcha. Yana bilmadim. Nima bo'lganda ham qishloqni qanaqadir ahmoqona qilib bezatib tashlabdi. Mana bu yerda archalarmi, hamma yerda yangi yil haqida video, yangi yil haqida yangiliklar. Umuman boshqacha video yo'q. Mayli, nima ham qilardim, qo'limdan hech nima kelmaydi. Bu bo'yicha, bu narsa bo'yicha. Ana endi bo'lsa, nima qilaman, bekorchiman, balkim borarman bolalarning yoniga. Ammo menga yangi yil yoqmaydi, hech qanaqa o'tirish. Reddy, nima gap, tinchmisan? Javohir, nima gap, o'zing yaxshimi? Zo'r, rahmat. Ketdingsan, bolalar chaqiryapti. Kim nimaga chaqiradi? Borsang ko'rasan, yur. Okey. Qayerga olib ketyapsan? Menimcha bolalar meni o'tirishga chaqiryapti. Bu yerda archa, yana qanaqangi sovg'alar, hamma uyini bezatgan, qanaqangi ahmoqona, hamma qishloqni hamma tomonni bezatib tashlabdi. Menga umuman yoqmadi. Qanaqangi ahmoqona narsa bu, hammaylar yangi yil umuman yoqmaydi, to'g'risini aytsam. Va biz Jo'xani uyiga keldik. Endi hozir Mana bolalar Reddyni olib keldim. Yo'q, bolalar tinchmisizlar? Nima gap, yaxshimisizlar? Reddy, nima gap? Xullas yangi yilga o'tirmoqchimiz. Nima deysan? Qo'shilasanmi shunga? Go'yo qo'shilasanmi Reddy?
to'g'risini aytsam yo'q qo'shilmayman, menga umuman yoqmaydi bolalar. O'tiraveringlar. Ha Qo'shil bizga qo'shiling, Reddi. Qo'shil bizga Reddi. Qo'shilolmayman, uzr bolalar, mayli sog' bo'linglar, men ketdim. Bunaqa bayramlar menga yoqmaydi to'g'risi. Shuning uchun ketaman. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar, mayli men ketdim. Javohir, men o'tirmayman baribir. Ovora bo'lma qo'yur. Mayli sog' bo'l. Qanaqangi o'tirish yana ahmoqona narsalarga chaqirishadi-ya. Bekorga mayli. Umuman yoqmaydi. Mana bu archa nimaga kerak? Mana bu qorbobo sovg'alar, mana bular uylarni bezatib chiqish, umuman ahmoqona narsalar. Kompyuterda ham qiziq narsa qolmagan. Har doimgidek zerikarli kun. Hamma yoqda yangi yil haqida videolar yana. Tushunmadim. Hozirgina kimdir o'tib ketdimi? Yoki menga shunday ko'rindimi? Kimdir juda ham tezlik bilan o'tib ketdi. Hozir men juda ham hayron qoldim. Tushunmadim, kimdir taqillatdimi? Kim bu? Hech kim yo'q. Kim bo'lishi mumkin? Nimaga qandaydir g'alati voqealar bo'lyapti? Bilmadim. Nima eshik yopilib qoldi? Hoy, kim bu? Tushunmadim. Sen kimsan? Qo'rqma bolakay. Sen kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Men kim deb o'ylayapsan meni? Qorbobo, lekin oddiy emas. Menimcha ruhsan, shunaqami? Albatta. Xullas, agar seni bezovta qilishimni xohlamasang, hozirroq qabristonga borgin. Nimaga? O'zing borganda bilasan. Tushunmadim. Hozir yonim dedi. O'girildim va yo'q. Va yana qabristonga bor dedi. Qabriston. Qanaqa nima uchun bilmadim, lekin qabriston. Boshqa bezovta qilishimni xohlamasang, menga tinchlik kerak, shu uchun albatta qabristonga borish kerak. Albatta qabristonga borishimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Tezroq. Lekin ammo juda ham qo'rqyapman men. Men hozir juda ham qo'rqib ketyapman. Bilmadim nimaga. Ammo baribir qo'rquv bor. Mayli, hech nima qilmaydi. Bu yer nima uchun ochiq? Tushunmadim. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu yerda qanaqasiga men yotibman? Axir men tirik. Tushunmadim. Qanaqasiga kelib qolding? Bolakay, qo'rqma. Qo'rqitib yubording axir. Bu yerda qanaqasiga men? Buni tushunmaysan. Bu shunaqa illyuziya. Yana qanaqangi illyuziya? Xullas maqsading nima? Xullas, senga aytadigan bo'lsam, seni do'stlaring, Nima meni do'stlarim? seni do'stlaringni yo'q qilish kerak. Nima uchun? Axir ular senga majburlab yangi yilni nishonlamoqchi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Lekin men buni qila olmayman. Nimaga qila olmaysan? Yo'q, qila olmayman. Endi qilasan yaramas. Nima deganing bu? Axir aytganingni qilib keldim. Aytganimni ham qilmay ko'rchi, qo'lingdan nima kelar ekan? Nimalar deyapsan? Yo'q, yaqinlashma. Davomi bor. Albatta, Renzo Joni kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar.